Baldır to'y qilishning afzalliklari. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tövende dehtanlarga Şeyh Salih Al-Fawzan Hafizahullah'ın yaşlar duch kelgan mesele ve onun İslam'daki çağrıları risalesinden 7. bab baldır to'y qilishning afzalliklari temasini o'qiymiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Baldır to'y qilishning afzalliklari. Baldır to'y qilish va farzandlik bo'lish nihoyatda zo'r xo'shallikning manbasidir. Bu vaqtda Alloh subhanahu va taolo solih kishilarning duosini bayon qilib shunday degan: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Tercümesi: Ula ey Rabbimiz, bizge sana itaat kılganlıktan gözlerimizni hursan kılıdığan, yani şatlık bağışlaydıgan ayallarını ve avlatlarını ata kılgan. Bizni takvadarlarının imami, yani takvadarlarının namunisi, yaxşılıkka davet kılgıç kılgan deydi. Sure Furqan 74. ayet. Bu ayette jora ve farzand kişinin közüge hursanlik bağışlayıcı deb sifatlangan. Bu hursanlik to'y qilish orqali vujudga chiqadi. Mushining o'zila yoshlarga baldır to'y qilgidek jasorat ato qilishga yetadi. Yana bir oyatda Alloh subhanahu va taolo farzandlarni dunyo ne'matlari qatorida tilga ilib shunday degan: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. Tercümesi: Mallar ve balalar dünya hayatının zinetidir. Sure Kehf 46. ayet. İnsan dünya nimetleriga moyil keladi ve bu jihatda moddiy tapovatlar bilan birga farzand onun en asaslık nişanlarından biridir. Halbuki bu fakat dünyadaki nimetler bulup, ahiret nimetleri kişiye teximi zor hoşallık bağışlaydı. Takvadar farzand ata-anasının vafatıdan keyinmi ular üçün savab ekilip durdu. Bu vaqtda söyümlük Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şundak degan. Tercümesi: Meyitqa 3 narsa ergişidi. Ondan ikkisi qaytib, birisi qilib qoladi. Onunğa aile tavabatlari, meli ve amalları ergişidi. Aile tavabatlari bilan meli qaytib ketib, amalları qilib qoladi. Buxoriy 6514, Muslim 2960 numaralı hadisler. Farzand bizga bu dunyoda emas, oxiratda shodlik bag'ishlaydi. Baldır to'y qilishning yana bir afzalligi Allohning irodasi bilan texmi ko'p farzandlik bo'lishdir. Natijada bu musulmonlarning, ya'ni islom ummatining sonini ko'paytirdi. Bu vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday degan. Tercümesi: Köyümcan ve tuğumcan ayallarga öylününla. Hakikaten men kıyamet günü sizlerinin sanınlarının köplüğü bilen faxırlanaman. Sünen Ebu Davud 2050, Sünen Nesai 3227. hadisler. Baldır to'y qilishning yuqorida tilga ilingan fazilatlarga selishtirganda bu jihatdagi atalmış to'salg'ular inovatsizdir. Baldır to'y qilish, ilm tahsil qilishga va o'rlab o'qishga to'salg'i bo'ladi degichilarga kelsak,
bu öz-özünü aldığanlıqdır. Onun bu pərzi reallıqqa tüptün zid kelidi. Nikahlık turmuşning kişinin kalbini teskin tapqızdığanlıqı şeksizdir. Halbuki kalbning teskin tepişi ilim ilişqa tosqunluq qilmasdan onunğa qolaylık yaratadi. Bunun aksiçe boytaqlıq ilim tahsil qilishni texmu ig'ir tosqunluqqa uchirtadi. Chunki boytaqning zehni onun tefekkür jarayoniga buzg'unchilik qilib turadigan hormonlar bilan terkishishiga majbur bo'ldi. Lekin agar u to'y qilsa, bütün zihnini ilim tahsil qilishga markazlashtiradi va boshqa nurg'un g'amlardan xalos bo'ladi. Ayollari onunğa qo'l qanot bo'lib turdi. Buningdan sirt ayol va farzand kishi uchun iqtisodiy yukdir deydigan kishilarmi bor? Halbuki bu mu yolg'ondir. Nikah o'zi bilan birga nurg'un barakat va yaxshilik keladi. Shundaqla u Allohga va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga itoat qilganlikdir. Alloh va Rasuliga qilingan har qanday itoatning savobi bor. Agar bir yosh Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'rsatmasiga bo'ysunish maqsadida to'y qilsa va buning Allah'ның izni bilan o'ziga nurg'un savob elib keladiganligiga shaksiz ishonsa, uning niyati xolis bo'lganlik taqdirda bu nikoh uning uchun haqiqiy muvaffaqiyat hisoblandi. Her kishining rizqi Allohning qo'lidadir. Bu vaqtda Alloh subhanahu va taolo shunday degan: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا. Tercümesi: Yeryüzüdeki canlıklarının hemmesiga rızık verişini Allah merhamet yüzüden üstüge ağan. Sure Hud 11. ayet. Nurgun yaşlarının etkininin aksice toy qilish kishini iqtisodiy jihatda qiynab qo'ymaydi. Bu, ya'ni to'y qilish yaratquchining amri bo'lgan ekan, to'y qilganlarga rizq ato qilishnimi Alloh subhanahu va taolo o'z ustiga olgan bo'ladi. To'y qilish kishini iqtisod qiynab qo'ydi degan qarashni qalaymaqonchilik tug'dirishni o'ylaydigan bag'arazlar tarqitadi. Aslida to'y uchun zo'r miqdorda mehr berish, mehmonlarga katta ziyofat berish va shuningga o'xshagan boshqa behuda chiqimlarni qilish shart emas. Buning aksicha to'ydan talab qilindigini oddiylikdir. Kishilarni shu xususda ogohlantirish zarurki, to'y ziyofatlaridagi hashamatchilik faqat öz farzandlarining buzilishi bilan natijalandi. Chunki to'yga haddidan ziyoda chiqim ketadiganligini ko'rgan farzandlar to'yni kechiktirdi va bu nurg'un yomonliklarga sabab bo'ldi. Taqvodor kishilar havoyi havasga chek qo'ymaydigan atalmış medeniyetlerge bağlanıp kalmaydı. Şu veciden mevcut toy adetlerini özgertip onu muvafıklaştırış gerek. Şunda qilgandala toy qilish hayotda ijobiy rol o'ynayalaydi. Biz Alloh subhanahu va taoladan bizga tavfiq, hidoyat ato qilishini, musulmonlarning ahvolini isloh qilib berishini, musulmon yoshlarni isloh qilib berishini, ilgirki musulmonlarga nisb qilgandek bizlarga mu shon sharaf va izzatni nisb qilishini tilaymiz. Bu vaqtda Alloh subhanahu va taolo shunday degan: وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Tercümesi: İzzet ve kuch-qudrat Allah'a, Allah'ның payg'ambariga ve müminlerge mensup.
Lekin munofiqlar izzatning Allohning dushmanlariga emas, do'stlariga mansub ekanligini bilmaydi. Sura Munafiqun 8-oyat. Allah subhanahu va taoladan musulmonlarga o'z dinida basirat ato qilishini ve düşmanlarga qarata ularga kifoya qilishini tilaymiz. Allah'ın rahmet salamları Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge, onun ailesiga ve sahabelerge bo'lg'ay. Barcha hamd-u sana alemlerinin Rabbi Allah xosdir. Elhamdülillah, yuqorida Şeyh Salih Al-Fawzan Hafizahullah'ның yoshlar duch kelgan masala va ularning islomdagi choralari risolasidan 7-bob baldur to'y qilishning afzalliklari temasini oldinglar. Kelar qitimda qo'shimcha yoshlar va bo'sh vaqt temasini o'qiymiz inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.